Assalomu alaykum, febrli go'zallari, febrli ishqibozlari. Sizlarga o'tgan safar aytganimdek, vitamin C, ya'ni sinxalit tabletkasini, kapsulasini, ya'ni sinab ko'ramiz sizlar bilan. Mana aytgandek 500 gram bo'ladi. Ichida 60 ta kapsula bo'lib, bu nima uchun kerak bizga? Bu yuzimizdagi dog'larni ichdan tozalab beruvchi sinxalit, ya'ni vitamin C, oziq-ovqat qo'shimchasi. Bu oziq-ovqat qo'shimchasi kunda ovqatingizga kattalar 2 kapsuladan, o'rta yoshdagilar 25-20 yoshdagilar bitta kapsuladan solib ovqatingizga qo'shib ichasiz. Oziq-ovqat qo'shimchasi. Yuzingizdagi dog'lar ketmayaptimi? Yuzingizdagi dog'lar sizni qiynayaptimi? Muammo, uni ko'pchilik aytadi, doktorga ham bordim, kremlar surdim, menga hech ham effekti bermayapti, nima qilsam befoyda degan qizlar uchun mana shuni men taklif qilaman. Mana shundan olib ichsangiz yuzingizdagi dog'lar juda ham zo'r ketadi. Bu 2 kurs ichiladi. Birinchi kurs 60 ichasiz, ikkinchi kurs 60 ichasiz. Mana shunda effektini bilasiz. Yuzingizdagi dog'ni nima uchun, qanday ketkazadi degan savolga, bu ichak, yo'g'on ichak, buyrak, o't yo'llarini ichdan tozalab beruvchi kapsula. Men hozir sizlar bilan master klass mana shu yod bir qoshiq solaman. Mana yod, yaqinroq olib kelib ko'rsatay. Mana yod qorayib ketgan, to'kilgani uchun yod hamda mana kapsula. Kapsulamizni men ochib tayyorlab olganman. Mana ichida kapsulasi mana bunaqa. Mana qizlar, bundan bir donasini yodli suvga solaman hamda ichimizni qanaqa oqarishini bilamiz. Bilasizlar, shamollaganda ham oshqozonlar, buyraklar dimlanganda o'tlar dimlanadi. Ana shu dimlanganda bizning a'zolarimizni atroflari qorayadi. Xuddi shuni sinab ko'rish uchun mana men bir qoshiq yodli suv qilaman hozir. Sizlar ko'zinglar oldida, voy, to'kildi mana yoqqa. Ozgina mana. Mana qaranglar qizlar. Yodli suv. Yaqinroq oling, yodli suvni sal yaqinroq. Bo'ldi. Yodli suv. Endi bunga kapsulani solaman. Mana kapsulani, bitta kapsulani ochib solaman. Mana solib men buni aralashtiraman qizlar. Ana qanaqangi oqardi, ko'ryapsizlarmi? Bering. Mana qizlar, qanaqangi oqardi. Bir zimni ichimizni xuddi shunday oqartirib olar ekan organizmlarimizni qizlar. Shuni sizlarga tavsiya qilaman. Men o'zim uchun mana bugun tovar urgandim, tovarimga qo'shilib keldim. Men ham o'zimni sinab ko'rmoqchiman mana qizlar. O'sha mana bundan men sotganman oldin ham. Bitta dog'ida muammosi bor, yuzida dog'i bor qizga sotganman. Juda ham zo'r deb, u qiz ikkinchi kursini olib ichgani, lekin eringan. Lekin erinmay ikkinchi kursini ham ichsangiz davomiy shunaqangi zo'r effekt bo'ladi. Xuddi mana shunaqangi organizmingizni oppoq va tiniq va go'zal qilib ishlov berib, ichingizdan tozalab chiqadi. Biling, ichingizdagi organizmlaringiz yuvilganda albatta yuzingizdagi muammodan xalos bo'lasiz. Ya'ni yuzingizdagi dog'lardan mutlaqo bir umrga qutulasiz. Zakaz uchun qizlar, ana lichkaga marhamat. Bugungi master klassimiz yoqqan bo'lsa, sizlarga ham taklif qilaman, hamma klientlaringizga buyurishinglarni.